Bismillahirrohmanirrohim. Fatima roziyallohu anhoning otalari oldidagi darajalari. Hazrati Fatima Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Zaynab, Ruqiya, Ummu Gulsum roziyallohu anhodan keyingi 4-qiz farzandlari edi. Fatima roziyallohu anhu tug'ilganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nubuvvat va risolatni qabul qilishga tayyorgarlik ko'rayotgan edilar. Hamda u zotga Hiro g'orida ibodat qilish mahbub bo'lib qolgan edi. Onalari Hadija roziyallohu anha esa yerlaridan ushbu ummatning payg'ambar uchun uylarida bashoratni qabul qilib olish muhitini barpo qilishga hozirlik ko'rardilar. U zot roziyallohu anhaning tavalludlari Hajarul Aswadni o'z o'rniga qo'yish hodisasidan keyin bo'lgan. Fatima onamizning tavalludlari o'z ahliga yaxshilik bo'lib, uni tantanali ravishda bayramona qabul qilganlar. Hassotan Fatima Zahroning 4-qiz ekanini nisbatga oladigan bo'lsak, qizlarning tug'ilishini bayram qilish Zahroga xos tabiatda juda g'alati edi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining pok siyratlarida o'g'illariga nisbatan qizlarining fazilatli ekanini ta'lim berdilar. Buning aksi emas. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: kim bir qiz ko'rib, uni tiriklay ko'mmasa, undan nafratlanmasa, o'g'lini undan afzal ko'rmasa, Alloh azza va jalla u tufayli o'sha kishini jannatga kiritadi. Imom Ahmad va Hokim rivoyati. Aytilishicha, qizlar yaxshilik, hasonat, o'g'illar ne'matdir. Hasonatlarga mukofot beriladi, ne'matlardan esa so'raladi. Oysha onamizdan rivoyat qilingan boshqa bir hadisda shunday rivoyat qilinadi: Mening oldimga 2 qizni ko'tarib bir kambag'al ayol keldi. Ularga 3 ta xurmo berdim. Ikkalasiga ham bittadan xurmo berdi va birinchi yemoqchi bo'lib og'ziga olib borganda qizlari undan o'shani berishni so'radilar. Shunda u yemoqchi bo'lgan xurmoni 2ga bo'lib teng taqsimlab qizlariga uzatdi. Uning bu ishi meni ajablantirdi va bu ishni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga so'zlab berdim. U zot sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: albatta, Alloh u tufayli o'sha ayolga batahqiq jannatni vojib qildi yoki u tufayli uni do'zaxdan ozod qildi. Imom Muslim rivoyati. Yosh Fatima otalarining yelkalarida, himoyalarida kun kechirdi. Otasiga eng baxtiyor kunlarda ham, eng qayg'uli kunlarda ham hamroh bo'ldi. U zot alayhissalom bilan birga juda ko'p qiyinchiliklarni ko'tardi. Otalarining qalbida u zotga nisbatan shunday o'rin bor ediki, hatto u zot bilan ular kamal qilingan vaqtlarda ham, namozlarida ham, Ka'bani tavof qilayotganlarida ham birga bo'lish nasib etdi. U zot kichik yoshda bo'lganlari uchun boshqa opalaridan ko'ra ko'proq imkonga ega bo'ldilar. U zot sollallohu alayhi vasallam Fatima onamizni o'z qo'ynilarida tarbiya qildilar. U zot otalarining rioyalarini qilib mushriklardan u zot sollallohu alayhi vasallamga aziyat beradiganlarning zulmini yengillatdilar va ushbu o'rinda u zot otalarining onalari o'rnida edilar. Onamiz yashlarini to'kinchilikda o'tkazdilar, chunki u zotga emizuvchilar ham alohida xizmatkor tayinlangan edi. U zot roziyallohu anhu yaxshi holatdagi oilada bir muddat o'sib ulg'aydilar, lekin bu holat uzoqqa cho'zilmadi. Hatto ota-onalari bilan qamalda qoldilar. Ya'ni Quraysh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirganlarning barchasi bilan aloqani uzib, qattiq qamal qilgan edi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad esa ularni zaiflashtirish, ochlikka ro'baro qilish, shu orqali ularni ochdan o'ldirish hamda ular bilan muomalani cheklash edi. Mo'minlar nubuvvat xonadoni a'zolari bilan birga juda ko'p qiyinchiliklar ko'rdilar. Ularga zaiflik va kasallik yetdi. Ushbu narsaning ta'siri ostida Hadija roziyallohu anha onamiz kasallik va o'lim yuz tutdi. Aynan shu ondan boshlab Fatima onamiz alam va arzu umid yo'lini birgalikda bosib o'tdilar. Alam nima desak, u zot otalari bilan da'vatning mashaqqatlari, ayniqsa uning dastlabki bosqichidagi qiyinchiliklarni ko'targanliklari. Arzu umid esa u zotning hayotida Alloh taoloning yaxshi mukofot berishi hamda jannat ahlining 4 ta sayyidalardan biri qilish edi. Lekin u zot ushbu martabaga osonliklarcha erishmadilar. Balki ochlik, kasallik, ayriliqlarga sabr qilish, ularning yukini ko'tarish bilan erishadilar.
Uch opalari, ulardan avval esa onalari ko'z o'nglarida vafot etdi. U zot roziyallohu anhu onamiz shu she'rni aytar edilar: boshimga tushdi ko'p musibat tashvish, ko'rdim men juda ko'p alamli qir ish. Gar kunlarga tushsa bu kabi narsa, tunlarga aylanar edi shu onda. Lekin nubuvvat xonadoni ahli, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, dunyoga chivinning qanoti kabi yoki undan ham arzimas narsa deb qarardilar. Sahl ibn Sa'd Soidiy roziyallohu anhu Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi. U zot aytadilar: agar dunyoni Allohning nazdida chivinning qanotichalik qadri bo'lganda edi, kofirga undan bir qultum suv ham bermas edi. Alloh taolo Nas surasining 77-oyatida shunday marhamat qiladi: Astagfirullah. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khayrun liman ittaqa. Ayting, dunyo lazzati qisqadir, taqvoli kishiga esa oxirat yaxshidir.